kuning bugun. Eng sara sovg'a salomlar sen uchun. Oyijoning erkasi, Andijoning ertasi, hayotimiz mazmunisan biz uchun. Erga doim tavallud kuning bugun. Sho'x sadolar jaranglaydi sen uchun. Baxtimiz kelajagi, sog'lig'ingning keragi, bu qo'shig'imiz hadyadir sen uchun. Tashlagan jonim bolam, kulib yur ko'zanga, yorqinroq go'zal olam. Assalomu alaykum, Mudabga Surjumet ona bola klinikamizda sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Xushvaqt bo'ling. Dim ko'p kommentariyalarda so'rab turibdilar kistalar haqida. Bugun aynan sizlarda ginekologlar ko'p. O'zi ona bola klinikasi bu chillaxona hisoblanadi va ayollarimizni murojaat etishi uchun aynan shu ona bola klinikasini tanlanglar deb har doim aytaman va kistalar haqida ko'proq ma'lumotlarni bugun odamlarga ko'rsatib bersak, shu haqida ma'lumot bersak. Bo'ldi. Kista o'zi nodan kelib chiqishi, hammasini Davlat va Dilfuza doktordan batafsil eshitsangiz bo'ladi. O'zi bu yerga kelgan vaqtlarimizda har doim ona bola klinikasini shu resepsiona gelinadi, to'g'rimi? Albatta. Bizning ona bola klinikamizga birinchi kelganlar registratsiyaga uchrashamiz. Ular doktorlara yo'llanma beriladi. Qaysi doktor kerak bo'lsa, shunga qizlarimiz yo'llanma qilib beradi. O'zi to'g'ri aytdingiz, chunki kelganning bilasiz, o'zi oldinlari doktorning yoniga doğru o'tib ketadilar, lekin resepsiona kelsa yo'naltirib beradilar, to'g'rimi? Bu yon tarafda Dilfuza doktor shunda o'tiradi. Bu yon tarafimizda bor. Davlat va Dilfuza doktorimiz bor. Как раз Yusupov Shavkat doktorimiz ham shu yerda. Hozir batafsil ma'lumotlarni shu doktorlardan olishingiz mumkin. Ikkalasi birgalikda amalga oshirishi mumkin. Assalomu alaykum. Hurmatli ayollarimiz, hurmatli patsientlarimiz, yaxshimisizlar? Demak, bugun Umid akamiz bizga yana kelibdi ekan, kista to'g'risida ma'lumot bering. Bizning ayollarimiz kistan nima ekanligini, qachon davolanadi, qachon operatsiya qilinadi, shuni bilib qo'ysinlar. Ko'pchilik o'zida kista borligini bilmaydi. Ko'pchilik qo'rqadi, kista bo'lmanda operatsiya qiladilar deb doktorga kelmaydi. Shuni to'g'risida menga ma'lumot bering deb kelibdi. Demak, bizlarda qizlar kista har bir ayol kishida bo'lishi mumkin. Kista gormonal narushiyadan, gormonal o'zgarishdan kelib chiqadi. Ko'pincha ko'p hollarda har xil kistalarimiz bo'ladi, folikulyarniy kistalarimiz bo'ladi, endometrioz kistalarimiz bo'ladi. Buni faqat uzi ko'rikina tushgandan keyin dermoid kistalarimiz bo'ladi. Uziga tushgandan keyin uzichi vrach tomonidan aniqlab beriladi. Ya'ni operatsiyaga qaysi kistalar ko'rsatma bo'ladi, qaysi kistalar operatsiyasiz davolanadigan kistalar hisoblanadi. Ya'ni masalan folikulyarniy kistalarimiz bu operatsiya qilinmaydi. Ayrim hollarda ayrim bemorlarimiz yillar davomida 3-4 marta kista operatsiya qildiradi. Ya'ni bu folikulyarniy kistani operatsiya qildiradi. Ya'ni bu operatsiyaga muhtojligi yo'q bo'lgan kista hisoblanadi. Bu bizlarda shunday holatlar ham bo'lgan. Eko amaliyotida ishlaganimizda 3-4 marta operatsiya qildirib, ayolni tuxum zaxirasini, ya'ni tuxumdonlar zaxirasini qolmagan holatlar ham bo'lgan. Bu ayol uchun hatto eko jarayonni ham olib bilmasligimiz, ya'ni eko jarayon qilib bilmasligimiz bizlar uchun dim achinarli holat bo'lgan. Shuning uchun hamma kista ham operatsiya qilinavermaydi. Masalan, bizlarda endometrioz kistalarimiz bor. Endometrioz kistalar ham kichkina endometrioz kistalarimiz gormonal tabletkalar, gormonal ukollar, oddiy spirallar va gormonli spirallar shular yordamida davolaniladi. Ya'ni davo topsak bo'ladi. Operatsiyaga ko'rsatma bo'ladigan kistalarimiz bu juda katta hajmli kistalar, ko'p miqdordagi kistalar, og'riq berib turgan kistalar, qon gelishinde, ya'ni katta hajmda qon ketib turgan vaqtda operatsiyaga ko'rsatma bo'ladigan kistalarimiz bor. Kistalar shunday farqlashishi mumkin. Lekin bularning hammasini o'z boshimchalik bilan davolanib, o'z boshimchalik bilan operatsiya qildirib emas, doktorga kelib, ko'rinib, faqat ginekolog shifokor ko'rsatmasidan keyin qilishingiz mumkin.
Kista yine özü matki sahasında boladı axırda kista Kista doğru. tuxumdan sahasında bo'ladi. Endi umidimki shu suratga bir e'tiboringizni qaratsangiz, demak bu bizani jinsiy a'zolarimiz, ya'ni bu qin, bu matki hisoblanadi, bu turbalarimiz hisoblanadi, bu tuxumdonimiz hisoblanadi. Bizani kistalarimiz asosan tuxumdonlarimizda bo'ladi. Matkimizda miyomalarimiz bo'lishi mumkin. Bu kistalar homiladorlik bo'lishidan hech qanday ta'siri bo'lmaydi. Ko'pchilik qo'rqadi. Menda ham homiladorlik ham kista bo'ldi. Agar kistani razmeri katta bo'lsa, bu xavfli hisoblanadi. Ya'ni bizlarda shunday holat bo'ldi. Kistani razmeri 100 milli, homiladorlik ammo bu hayot uchun ayolni hayot uchun xavfli hisoblanadi. Sababi xohlagan paytda kista yorilib ketish ehtimoli bor. O'sha 60 millida o'tgan kistani yorilib ketish ehtimoli ko'p bo'ladi. Shuning uchun bu operatsiyaga ko'rsatma deb hisoblanadi. Yine hazır siz kistani aytdingiz-ku, kista bilan bir xil vaqtda miyoma ham bo'lsam chiqib qoladi. Kista bilan miyoma bu xavfsiz o'simta. Buni hech qanday operatsiya qildirish agar kattalashib ketmagan bo'lsa, miyomani ham o'zini operatsiyasi bo'ladi. Bu birdan kattalashib ketadi miyoma, kuchli og'riq bersa, kuchli qon ketsa, miyomatoz tugunlar ko'payib ketsa, bu miyomani operatsiyasida ko'rsatma bo'ladi. Boshqa holatda miyomani razmeri o'zgarmasa, qon kelmasa, og'riq bo'lmasa, miyomani operatsiya qilish shart emas. Ya'ni bu bilan homilador ham bo'lib bilaveradi, bu bilan ayol yillar davomida yashab ham bilaveradi. Faqatgina miyomasi ko'payib, kattalashib turgan ayollarimizda gormonal spiralimiz bor, Mirena spiral, shundan foydalanib, shuni qo'yib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni bu nazoratda bo'lib turishi kerak. Endi qarang, yine hozir kistalar haqida o'zi gaplashgan vaqtimizda ko'pincha ayollarimiz ishlaydigan holatda bo'ladi, lekin kista bezovta etgani bilan ishdan qolishlari qiyin bo'ladi yoki ishga chiqishi kerak bo'ladi, nechik bo'ladi operatsiya jarayonidan keyin Bizlarda oyoqqa hozir turib ketish. operatsiya jarayonimiz, kista operatsiyalarimiz zamonaviy metod laparoskop yordamida operatsiya qilinadi. Ya'ni bu kesmasdan shu ruchkaning o'zini nasi bo'ladi, do'shib qilinadi, operatsiya hisoblanadi. Bu hech qanday xavfsiz, qon ko'p ketmaydi. Ya'ni ayol bizlarda 1 kun, 2 kun yotib chiqib ketaveradi va ishini ham davom ettirishi mumkin. Ishdan qolib o'tirmaydi, 5 kundan keyin o'zini ish faoliyatini davom ettirib ketaveradi. O'zingiz qatnashasiz O'zim operatsiya? qatnashaman. Hozir bir kista operatsiyamiz bor, kuzatib borishlaringiz mumkin.